Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun hech qanaqa muammosiz pul ishlasa bo'ladigan yaxshi yo'nalishni birgalikda tahlil qilamiz. Saytni ko'rsatishi bo'yicha bu kanal $468 dan $7,500 pul ishlayotgan ekan. Sizga qiziqmi? Unda kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Ushbu kanalga e'tiboringizni qarating. Kanalning nomi Napoleon Hill. Hozirda 64 ta video bilan 136 mingta obunachi yig'ib ulgurgan. Eng ko'p ko'rilgan videosi 3 millionta. Va eng qizig'ini aytaman, ushbu kanal faoliyatini 2 oy oldin boshlagan. Sizni hayron qoldirishi mumkin bo'lgan yana bir narsa ushbu yo'nalishni montaji. Montaj juda ham sodda. Qanaqa qilib shunaqa montaj bilan millionlab prosmotrlarni olish mumkin? O'zingiz ko'ring. When you realize that most things simply don't matter. The next time you find yourself overthinking. When you respond to criticism with calm indifference, you show the world that you're. Siz o'ylashingiz mumkin, bunaqa 30 daqiqali videolar bilan natija qilish mumkinmi? Albatta. 64 ta video bilan 5 milliondan ortiq prosmotr yig'ilgan. Bu esa yaxshigina daromad degan do'stlar. Xullas sinab ko'rsa arziydi. Agarda ushbu yo'nalish bo'yicha videolarni qanday tayyorlanishi va qanaqa ilovalar kerak bo'lishini bilishni istasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. O'shanda batafsil tushuntirib ketaman. Hozir esa Telegram kanalimga e'tiboringizni qarating. Siz bu kanalda Amerikan yo'nalishlari bo'yicha turli xil tavsiyalar, ma'lumotlar va yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilishingiz mumkin. Eng qiziqarlisi, yaqinda mana bu hayvonlar edit yo'nalishi bo'yicha shogirdim yaxshi natijalar qilishni boshladi. Hatto o'zim ham hayron qoldim, chunki boshlaganiga ko'p bo'lmayotgandi. Xullas do'stlar, shunaqa yangiliklar bilan Telegram kanalimizda qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Agarda YouTube bo'yicha xizmatlarga ehtiyojingiz bo'lsa, bizda arzon narxlarda va sifatli xizmatlar mavjudligini ham eslatib o'tmoqchiman. Barcha savollar va murojaatlar bo'yicha mana bu email menejeriga yozishingiz mumkin. YouTube bo'yicha turli xil savollarni ham aynan shu lichkaga yozasiz va shaxsan o'zim javob beraman do'stlar. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Endi sizga bu videolar qanday qilib tayyorlanishini ozginagina tushuntirib ketsam. Masalan, Donald Trump. Ushbu inson butun dunyoga mashhur va uni gaplarini eshitadiganlar yetarlicha. Google'ga kirasiz va preview uchun xohlagan bitta normal rasmingizni tanlab olasiz. Imkoniyatlar juda ham keng. Undan tashqari bizga bu qari cholni yaxshigina qiziqarli gaplari kerak bo'ladi. Bu uchun osongina YouTube'ga murojaat qilamiz va Donald Trumpni aqlli gaplarini qidirib topamiz. Masalan, mana bunday. The tide, but you have to have great confidence in yourself. You have to be. I wanted to be successful. I wanted to get out of Brooklyn. I said, Pop, I love you, but I want to get out of Brooklyn. I love O'zingiz ko'rib turibsiz, bunaqa katta shaxslar, odamlarga qiziq bo'ladigan tarixiy va hozirgi zamondagi shaxslarni videosi va ovozlarini YouTube'dan qidirib topsa bo'ladi. Endi asosiysi bizga qanaqa ilovalar o'zi kerak bo'ladi, shunga to'xtaladigan bo'lsak, eng asosiy 3 ta ilovani sanab o'taman. Birinchi o'rinda albatta deyarli hamma yo'nalishlarga kerak bo'ladigan CapCut dasturi. Bu yerda bilasizlar, montaj qilamiz va xohlasak ovoz qo'shishimiz mumkin, tekst qo'shamiz. Xullas, bu yo'nalish uchun ideal ilova. Albatta kerak bo'ladi. YouTube do'stlar, YouTube ilovasi nimaga kerak bo'lishini hozirgina ko'rsatib berdim. Sezganingizdek, YouTube'ning asosiy vazifasi aqlli va motivatsion gaplarni qidirib topish. Bu xoh tarixiy shaxslar bo'lsin, xoh kelajakdagi, hozirgi zamondagi odamlarni e'tiborini torta oladigan shaxslar bo'lsin, bularni aqlli va motivatsion gaplarini qidirib topib berishga xizmat qiladi. Endi yana bir asosiy ilovalardan PicsArt. Bu PicsArtda nima qilishimizni yaxshi bilsanglar kerak, dizayn qilamiz albatta. O'zingizlar ko'rdinglar, ushbu yo'nalishda dizayn muhim ahamiyatga ega. To'g'ri, bir xil turibdi hammasi, ammo tekstlarini albatta o'zgartirib chiqishimiz kerak. Yaxshi tekstlar uchun PicsArt normalli variant bo'lib xizmat qiladi. Xohlasangiz boshqa ilovadan foydalaning, lekin
men tavsiya berardim, Pixartni bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'ring, chunki imkoniyatlar yetarlicha. Mabodo siz baribir kimdir o'rgatish kerak, o'zim o'rgana olmayman deydigan bo'lsangiz, men tez orada yopiq kanalimga xuddi shu yo'nalish bo'yicha darslik chiqaraman, xohlasangiz qo'shilib qo'ying. Hozirda 7 ta yo'nalishni darsligi bor, buni ustiga yana 3 ta yo'nalish qo'shamiz, jami 10 ta yo'nalishni atigi 95 ming so'mga o'rganib olishingiz mumkin. Asosiy plyuslardan bittasi, biz siz daromadga chiqquningizcha savollaringizga yechim beramiz. Undan tashqari kanalingizni holatini tekshirib turamiz. Doimiy ravishda analiz qilib beramiz do'stlar. Ushbu xizmatlarni hammasi boya aytganimdek 95 ming so'm. Agarda siz kattaroq masshtabda ishlamoqchi bo'lsangiz 390 ming so'mga umuman full butunlay to'laqonli xizmatlarimizni sotib olishingiz mumkin. Bu yerda biz kanal ochib berishdan tortib monetizatsiyaga ariza tashlab berishgacha qilib beramiz. Bularning hammasi 390 ming so'm. Bu albatta xohishi hozirgi paytda ko'pchilik eplolmasdan qimmatga qildirayapti. Men nimaga aytayapman? Arzon narxda bizda turibdi, agarda xohlasangiz qildirishingiz mumkin. Majbur emassiz, negativlar kerak emas, men shunchaki tavsiya beryapman. Bizda imkoniyatlar juda ham keng. Foydalanmoqchi bo'lsangiz do'stlar, hattoki kelishib ham ketaveramiz. Hozirgi paytgacha shunaqa holatlar bo'layapti. Odamlarni qiynab, qimmatga millionlab darsliklarimizni millionlab summalarga sotib tashlash niyatimiz yo'q. Arzon narxda odamlarga hamma narsani taklif qilyapmiz. Xohish yuzasidan do'stlar. Hech kim majbur emas. Xullas, shu joyda videomizni yakunlaymiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar.